bir boy badavlat odam bor ekan. Boy badavlat odam hech nimasi yo'q ekanda, odamlar chaqirib, men sizlarga qolgan dunyoyimni meros qilmoqchiman kimgadir. Faqat bitta shartim bor. Kim men o'lgan kuni qabrda bir kun men bilan turib bersa, shu odamga hammasini men meros qilib, vasiyat qilib hammani oldida qo'l qo'yib beraman dedi. Hech kim unamabdi-da, bitta kambag'al, bitta eshagi bor odam bor ekan. Shu odam endi ajuma shu boyda hamma yo'g'i menga meros bo'lib qolsa, men ham bir odamlarga o'xshab boy bo'lib ketaman deb rozi bo'ldi. Boy vafot qildi-da, haligi vaqtda qabrga qo'yadigan vaqtda endi qabrda billa kirish kerak. Haligi bitta eshagi bor odam hech nimasi yo'q, kambag'al billa qabrga kiribdi. Xalq endi hijolat to'lib bu endi rozi bir kun sabr qilish kerak. Bir kun turish kerak. Xullas turibdi-da, qabrga kirishi bilan Munkar Nakir so'roq savolga keladimi? Munkar Nakir bir-biriga aytarmish. O'likni qilaylikmi so'roq savol, tirikdan boshlaylikmi desa, birlariga aytar, o'lik o'zimizniki, xohlagan vaqtimizda so'roq savol qila olamiz. Tirik chiqib ketib qoladi, buni tezroq so'roq savol qilib olish kerak. So'roq savolda Robbing kim, dining nimadan boshlamabdilar. Bitta eshak haqida so'roq savol qildi. Kuni kecha eshagingni noo'rin urdingmi? Javob mana deb gurzi bilan uribdilar. Eshakni vaqtida ovqatini bermadingmi deb azoblabdilar. Hamma yo'q ko'kargan, azoblangan holatda ertasi kuni chiqibdi qabrdan. Chiqsa, xalq ko'rib, odamlar dunyoga mehr qo'ygan-u, "Mo dunyoyi muborak bo'lsin. Qabrda so'roq savol nima bo'ldi emas? Mana dunyo senga muborak bo'lsin" dermish. Dunyoni muborak bo'lsin deb tursa, senlarda dunyoing ham kerak emas. Men bitta eshagim haqida so'roq savoliga javob bera olmay azoblanib chiqdim qabrdan. Men dunyoni hammasiga roziman mashinaga deb dunyoni tashab birorta narsasini olmasdan ketgan ekan. Hikoya dedilar, qabrda bizdagi oshiqcha narsalarimizga ham Allohning oldida javob berar ekan.